Xo'p, azizlar, fermani qancha uzun ekanligini, tipoviy navesti qanchalik uzun ekanligini sizlarga ko'rsataman. Mashinada yurib, chunki yurib charchaysiz bu yerda. 450 metr uzunligi. Endi ketdik mana. Bu kichkinagina bir sayohat. Marhamat, ketdim. Sekin haydab ketaman. Bu yerda mollarimiz ham yotibdi mana. Mana. Judayam katta qilingan. Sharoitlariga gap yo'q. Yana ertalabki ozuqani berib bo'lishib shekilli biz uskuna o'rnatgani kelgandik. Xitoydamiz. Judayam uzun ferma. Mana sekin yuryapman. Pikapdaman. Judayam katta fermamiz. Lekin mollar yugurishini ko'ryapsizlarmi? Ovqat beradi deb o'ylayapti-da. Bular endi asosan bu yo'lda texnika yuradi-ku, karmarazdachi yuradi-ku. O'shani hisobiga anaqa qilyapti. O'shani hisobiga yugurib kelishyapti. Bular refleks bo'lib qolar ekan mollarga. O'rta qismiga keldik. O'rta qismida dailkaga o'tdik. Tak. Sizlarga bir narsani aytaman. Bu qatorda faqat suxostoyni, ya'ni mana bu tomondagilar kecha qochirtirildi. Bular ham tak, bular sog'im mollar. Mana bular sog'im mollar. Chap tomondagi sog'im mollar, o'ng tomondagi yosh g'unojinlar. Ya'ni уже yaqinda qochgan g'unojinlar. Adashmasam уже kecha qochirtirildi. Mana qaranglar qanaqa uzun. Sekin olib ketyapman, lekin uzunligini ko'ryapsizmi, fermani kattaligini? Barcha fermerlarga shunaqa baraka, rizq nasib qilsin. Endi fermerlarga emas, qiziqqan insonlarga ham deb qolamiz. O'shaning uchun sekin olyapman. Ezmalanding, buna qilding degan gaplarni yig'ishtiringlar. Ko'rginglar kelmasa, ko'rmanglar. Mana shunaqa bir ikkita ahmoq tentaklardan charchadim. Ko'rginglar kelmasa, отписаться qilinglar. Majbur emaslar. Men sizlarga har xil masxaraboz narsani o'ynatayotganim yo'q. Jiddiy temada video qilib ko'rsatyapman. Qo'ldan kelgancha syomka qilamiz. Mana bunaqasiga. Mana bu oxiriga yetib keldik.